Sizlar ham shunaqa qilganmisizlar? O'rtog'im qizini uzatdi. Aytadiki, 3 kundan keyin shunaqa yomon sog'indim. Kechasi uxlamay chiqdim. Mashtim achishdi. Ertalab bomdoddan keyin xotinga aytdim, tur. Qizingni ko'rib kelamiz dedi. Voy, adasi jinnimisiz? Qanaqa borib ko'ramiz? Ko'cha sipirgani chiqadi, uzoqdan bir ko'rib kelamiz. O'zini jonli ko'rgim kelyapti dedi. Xullas, er-xotin chiqib borishibdi. 3-4 uy narida turib, mashinada o'tirib tomosha qilishdi. Aksiga olib qizi ko'cha sipirgani chiqmabdi-da. Qaynonasi ko'cha sovuq, ko'chani sipirmaysan dedi. Baraka topkurlar. O'tirdik deydi, bir mahal darvoza ochildi deydi. Bir mahal mashina chiqib kelyapti. Qarasam, quda chiqib kelyapti deydi. Ana hamma tomosha o'shadan keyin boshlandi deydi. Yur ketdik desam, shunaqa talashayotganmiz, xuddi ko'radi mana deydi. Joyimda o'tiring desam, mashina yonimizdan o'tadi deydi. Nima qilishni bilmadim. Xotin yot deb, sen yana tushunib yotib oldik kelamiz deydi. Shu bilan qizimni ko'ra olmay men ketdim deydi. Bechora. Xotinni uyga tashab ishga borib ishlab o'tirsam, bir mahal xotin telefon qilyapti. Adasi qizingiz keldi deydi. Hamma ishlarimni yig'ishtirib uyga bordim deydi. Ha qizim, tinchlikmi? 3 kun bo'ldi turmushga chiqqaningga. Ertalab mashinada o'tirganinglarni qaynatam ko'rib qopti. Baraka topkur, ko'rib qopti haligi. Qaynonamga telefon qilib, o'g'lingga ayt, ishga ketayotganda kelinni uyga tashlab ketsa, qaytayotganda olib keladi. Bechora qudalarim mashinada ko'z yosh qilib o'tiribdi, qizimni ko'rarkanmanmi deb. Baraka topsin, Alloh rozi bo'lsin.